Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Sardarbek ukamizning do'koniga keldik. Do'koniga kelib mana bir chetdan gungura pechlari bor ekan. Gungura pechlarining baholarini xudo xolasa telefon nomer qoldiramiz. Tiyina yozib qo'yamiz baholarini. Mana ajoyib 2 lik, 1,5 lik. Shunday 1,75 mi? 1,75 neler bor ekan gungura pechlari. Buni qozonlarni qarang endi. Nima deyadir bu qozonlar? Rossiyskiy qozonlar bor ekan. Mana bu rossiyskiy qozonlar necha so'm bu jo'ra? 225 deb. Litrni yozib qo'yibman. Ana kimga qanday qozon kerak bo'lsa, ana shu yerga kelaverasizlar, xudo xolasa. Hamma narsa bor ekan bu yigitda. Qozon, gungura pech. O'zi asli buning kelib chiqishi gungura pech ustami. Shu bu yoqqa bir tovuq bozorining orqasidan bir do'kon olibdi. Bu yerda hamma narsani tashkil etib qo'ydi. Hozir adresdan, manzildan tushuntirib o'tamiz-ku. Qopqog'ini aksa o'zingiz qo'yib berasizlar axir, ha? Hava qopqoq aksanglar arzonroq bo'ladi. Bo'lmasa qopqoqlar ham bor ekan. Do'konimiz ajoyib joydan mashinalar kelib yüklep alıp ketadigan yerler ekan bu. Buna gungura pechlar taqlab qo'yibdi. Uchoqlar ish qilib jonima ne kerak bo'lsa bor ekan. Uchoqlarimiz. Mana do'kon bilan yana bir tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Bu YouTube kanallarımızga qo'yiladi. Canınızga ne gerek olsa bor ekan. Ishqilib mana qiziqlisi bo'lgani bu gungura pech bilan qozon o'choq. Mana yeplar, ishqilib stromaterialga kerak bo'lishlar. Hamma narsalari bor ekan. Kelishilgan narxda beraveradi. Kimga nu kerak bo'lsa kelinglar. Ajoyib bahoda sizlarga kelishtirib beradi. Manzilimiz Dehqon bozorining orqasi. Orqasi bo'lganda mana Adin nomer 1 degan do'konning qattoli. Eldindan masjidga o'tib ketaverasizlar. 500 mingdan boshlanadi. Shu yigit 500 mingdan boshlanib mana manzilimiz. Tovuq bozordan chiqing. Shuni eldi bilan tovuq bozorga kirib keting. Hamma narsasi bor ekan. O'sha aziz yurtdoshlar, sizlarni kutib qolamiz. Kimga o'choq, qozon, molga yem beradigan laganlarmi? Sep kerakmi? Hamma narsasi bor ekan, esa kelaverasizlar. G'altak ish qilib joningizga nega qarasak şu Shovot Urganchdagilar ham kelib shu yerdan akit turganini ko'rdim. Yana da Shovotli klientlarimiz bor. Shuni jo'natib qo'yasizlar sizlarga, xudo xolasa hamisha arzon yerda qo'yib topib beramiz. G'altak kerakmi, pech kerakmi, bochok kerakmi? Joningga ne kerak bo'lsa bor. Mana mijozlarimiz kelib olib ketmay qaradi. Qozonlarning hamma turi bor ekan. Kelaverasizlar.